Mana bizga kechasi ofisda ish bor deydi. Nima ish ekan deb kelsak, hamma joy bo'lgan desak, mana tag mana shoplarni germet qilish kerakmi? Bir narsa qilish kerak deydi mana. Mana ko'zga ko'rinmaydi. Mana bolalar ishlab turibdi. Shoplarda germet kelsak vaqtda mana ular bor ekan. Qo'rqib ketdik ko'rib, qo'rqib. Mana ungacha ular hisob qo'yibdi. Mana bunday arjalar bor ekan vaqtda, bunday saqlanib. Mana kechasi 12 dan to ertalabgacha tur, mana tugatibmiz ishimiz. Eng qiynalib qilgan ishimiz mana bular. Germet chiqdik. Endi ishimiz ko'zga ko'rinmaydi. Mana germet usta qilyapti.